Assalomu alaykum azizlar, qadrli yurtdoshlar. Beg'o'miz Toshkent kanalimiz a'zolari. Mana Xudo xolasa beg'o'mizlarimiz dastlabkilarni davom ettirmoqdamiz. Gatovni guruchlarimiz bor, 10 kilolik hamda 5 kilolik beg'o'miz, 10 kilolik beg'o'mizlarimiz upakovkalarda. Juda ham sifatli, 1 yil davomida Kaliforniya cho'lchang ishlangan. Har qanaqa o'simlikka foydalansangiz bo'ladi. Daraxtlarga, gullarga, har xil ko'chatlarga. Ko'chatlarga endi yoshiga qarab tagiga solinadi. 1 yildan 5 yilgacha 8 kilodan 13 kilogacha solish tavsiya etiladi. Tomirlarni kuchaytirib beradi, meva hosiliga ham juda ham yaxshi samarasi bor. Ko'rishingiz mumkin, elanmoqda hamda upakovka qilinmoqda. Mana gatoy guruchlarimiz. Tarkibida perlit, vermikulit, biogomus, fosfor hamda torflarimiz bor. Buni asosiy tuvakdagi gullarga ishlatsangiz bo'ladi. Ko'p qavatli xonadonlarda tuvakka tuproq qo'shimcha o'g'itlar olish kerak. Ularda imkoniyati yo'q. Buni tayyor olib ishlatsangiz bo'ladi. Bular 10 kilolik. Bizning manzilimiz Toshkent viloyati Qibray tumanida, Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha dastlabki qatlamimiz mutlaqo tekin. Navbat shaklda ham beg'o'mizlar bor.